Bu oppoq görüngeni qaysi shahar? Masqat shahri. Manmau qal'a. Oq sepillarni milodiya 16-asrda Portugaliyaliklar qurgan. Bu zaminni Portugaliyaliklar besib olganmidi? Ular bu yani deniz yo'llarining bazasi. Shundaqla savdo markazi qilishgan. Masqat deganmi, shular qo'yganmanmi? Yo'q, Masqat qadimiy nom bo'lib, islomiyatdan 3 asr ilgari milodiya 2-asrda qo'yilgan. Nimishqa bundoq atalgan bo'lg'iydi? Masqat so'zi tushirish o'rni degan ma'noda kelgashga, bu yaning kemalar to'xtab yuk tushiradigan joyliqi nazarga ilinib, shundoq atalgan. Qurilishlari nihoyatda chiroyli ekan. Shundoq, bu qurilishlar har xil me'morchilik uslubi birlashtirilib yasalgan. Yana texi Afrika me'morchilik uslubimi bu yerdan tepiladi. Bu yerning tomoqlarimi qurilishlaridakmidi? Tomoqni unutib qolmaysan-da. Yuringlar, shaharni ko'rib kelaylik. Bu xanjarni ilib, belimga qistirib olay deyman. Har qitim tomoq yeganingda qo'rsog'ing yo'g'nisa, qanjirang petib ketmasin yana. Marjon, aytib qo'yay, mening ishimga aralashma. Sana yaxshi bo'lsin da'vataman shu. Qani kelinglar mehmonlar. Billa g'izalnayli. Ko'p rahmat, o'zlari beqivagaylar. Uning ko'nglini qaytirsak bo'lmas. Xudo haqqi, kasanglarchu. Endi uning qasimini oqlimisak bo'lmog'idak. Endi sen deganda qilmaymi bo'lmaydi. Oqko'ngil tog'imizning ziyofatiga rahmat. Bu mening qilishga tegishli ishim. Ba'zilar mehmonning haq-hurmatini bilishmaydi ekan. Kimni da'vatsizlar? Xizr alayhisalom, Musa alayhisalom bilan borgan yezidagi bexillarni deyman. Aras, keyin nemish bo'g'inni belgim kelyapti. Avval eg'zingdagini yutuvat. Yaxshi, endi sizlarga bo'lgan ishlarni deb beray. Ta'mi tilni yaradigan tavus, bir aqcha. Musho kichikkina tavuzong, bir aqchima. Shundaq begim. Mishkat, baho sal o'r bo'lib ketibdi. Sen bir narsa sotamoqdaksan. Nemish bo'ldi? Otimizning beshini tanib qo'yibsizlar-ku. U qandoq tanidir? Oh, ko'ngil, esil otimizdan ayrilib qoldik. Ayrildik? Yo'q. Yo'q. Bizni tashlab ketmasizlar, otam. Bundaq varqirab-charqirash otimizni beharam qiladi. O'zimizni tutib olib o'ynashimiz kerak. To'g'ri, avval otimizning dafn ishlarini o'ylashimiz kerak. Lekin biz kichik, yordamga muhtoj. Albatta, bu qiyin sharoitda qo'shinlar, yezdikilar qarab turmas. Sizlarga to'limi yordam qilib bor edi. Afsus, men og'rib qoldim. Sizlarga yo'qib kelishidan ansirayman. Hech qis yo'q. Otimizni dafn qilish bizning sog'lig'imizdan muhim. Men og'riq dedim-ku. Put-qo'limda jon yo'q. Menga boshqa qo'shnilarni izdanglar. Oftobda tursam bo'lmaydi. Men kirib ketdim. Bu bizga yordam qilishni xohlamagan 3-qo'shnimiz. Boshqalarga deb boqayli. Agar hammasi yoq degidak bo'lsa, qo'limizdan kagini chiqaramiz. Biz kichik tursak, yo u ishlarni bilmasak, qanday qilamiz? Bugundan boshlab biz kichik emas. Endi o'zimizga tayanmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum yigit.
Mende faqat bir aqchi bor. Buningga ham tamoq yeyishim, ham usuzluq ichishim, ham hech kimga bo'g'iz berishim, texi yo'lga bir narsa ilib olishim kerak. Bu bir mushkul ishkan. Menda faqatla amal yo'q. Menga aytib bersang bo'pti ekan. Men bir tovuzni ishga aqchiga sotatdim. Bo'pti, sizga bir aqchiga beray. Eling mana. Ha? Mushu bir tovuz hammani hal qila olam-da. Albatta. Sen go'shini yeb, suyini ichsan. Ondan ishkinga shopig'ini bersan. Mig'izini yo'lda chaqsan. Bugun bak yeribdiman. Muhimi otimizni dafn qilib oldik. Endi ta'ziyachilarning kelishini kutaylik. Momimizdan boshqa hech kim kelmabdi. Men qiyriga azroq ehson qilinglar. Lekin bizda sizlarga bagidek hech nima yo'q, momo. To'xtasizlar, momo. Azroq non so'yimiz bor. Ninimizga sal uzun bo'lib ketgan bo'lsa-mu, yigili bo'ladi. Har holda sizlarga rahmat aytaman. Tavus ilinglar. Ta'mi tilni yordigan tavus. Ey yigit, meni asliyaladingmi? Qandaqmi unutib qolay. Mendan tavus og'an birdan bir odam tursangiz. Isming nima? Mishkat. Qadrlik Mishkat, yana bir tavus olsam bo'ladi. Albatta bo'ladi. Aqchingiz qani? Chiqaring. To'limi afsus, menda pul qolmadi. Bu yerdan bir ish tepib qilay deyman. Amsa men bilan ishlang. Sen bilan nima ish qilaman? Siz xaridor to'laysiz. Ishkingiz tavuslarni tatidi. Haqqimcha. 10 tavus etilsa, bir tavus berman. Yeb ichib, ishkingizni to'yg'izasiz. Qandaq? Buningga ishigimmi ko'nmas. Undaqda boshqa tanlashingiz bormi? O'ylab beqam. To'limi afsus. Ko'nishga majburman. Ochliqdan o'ladigan bo'ldi. O'tinib qolay. Qo'saqning ochlig'ini esimga solma. Yezdikilarning oldiga ish izlab berib boqdik. Ammo hech kim bizni ishlatishni xohlamadi. Bu yurtni tashlab ketishni o'ylayapman. Yo'q. Otimiz bizga uydan ayrilmanglar, hargiz sotmanglar deb vasiyat qoldirgan tursa. Sotmanglar deb? Bunda abjaq uyni kim olsin? Dal mush paytda Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom yiliq yeziq kirib keldi. Yezdagi kishilar ularni qarshi elishmadi. Qarasizlar, oviyada ikki musofir kelyapti. Sening nima qarang deyman. Hech kim ikkisini uyiga boshlab dasturxon solay demaydi-ku. Bekarga tamoq beram-da. Elishib qoldingmi nima? Hech bo'lmasa bir yutumdan suv berayli. Bekarlik suvmi yo'q? Voy xudoyim, u payg'ambar deyilayotgan solih banda Xizr ekan-ku. Kim bo'lsa mening nima qarim? Ish qilib bekarga berdigan hech narsam yo'q. Saman, tez tur. Tez tur. Nemish bo'ldi? Uyimizning temi chak ketibdi. Chaqchaq qilmayotgansan? Uyimizdan temi chak ketgili ne vaqt? Chak bugun odam qo'rqudek darajada yo'qlab ketibdi. Berib qarab baqa. Voy xudoyim, uyimizni darhol o'xshavamizsak o'rilib tushgudek. Oldirsak bo'ladi. Uyimizni o'xshash uchun kuch, hunar ham asbobga ehtiyojli bo'lamiz. Qo'shnilardan so'rasak-chu. Qo'shnilarning oldiga yana boramdiq. Borsak nim bo'ladi? Shu ish bo'lmasa bunda turavergandan yaxshiroq. Men og'rib qoldim deb necha qitim deyman. Uyimiz bizni besvolay deb qoldi. Sizlar bilan qo'shib menimi besivosi bo'lamdi. Ha? Nimandaq gap tushunmaysizlar? Bo'ldi. Mang'ayli Saman. Bu yezdagi eng oxirgi qo'shnimizning javobimi shu. Bu dunyoga zodi nim bo'lgandi? Texi tunugil pishqan, kuchki to'lgan ikki odam kelib tamoq so'ragan edi. Mana endi ikki bola yordam so'rab kelibdi. Bu dunyo nim bo'lib ketyapti, ha?
Xizr alayhissalom yiqilib ketay deb qolgan eliqtamni o'ngshashqa boshladi. Musa alayhissalom bo'lsa hayron has qarab turadi. Shakrun, uyg'ong'in. Tez bo'l. Qara, o musofir kishi temimizni yasavatidi. Tunugin butun yezdikilar o ikkisini uyiga boshlamagan edi. Acaba bugun o tam yasab etibdi-ku. Bilmadim. Ish qilib u uyni yasab qo'ydi. Bexillarning yurtida kitobni nemishqa yasaydi? Balalar cho'ng bo'lib, qo'ramig'i yetganda siri yeshiladi. Suyimlik xonim. Mayli nagili bormayli, seni unutmadik. Ming tashakkur. Xudo bizga nurg'un ne'matlarni ato qildi. Endi bu uyga petishmaymiz. To'y qilishni o'ylashayotgan o'xshamamsan. Albatta shundoq. Lekin sen cho'ng bo'lgandikin, sen avval to'y qil. Undaqda cho'ngroq uy bo'lmasa bo'lmaydi. Pul desam-o, kuch desam-o bizda bor. Asboblarimizmi tax, uy salsaq bo'ladi-ku. Yo'l bo'sh to'nglar. Xudo o'zin umr beribdi. Bunda qaldirash nega mangdan mama, ha? Xohlagancha masxir qilaveringlar. Men heliqi solih kishining ikki o'g'li Shakrun bilan Sam'onnikiga mangdim. Ularga nim bo'pti? Ular uylarini yig'ib, kangirtib salmoqchi ekan. Sening bu ish bilan nima aloqang bor deyman? Yangi uyni tabriklash ustidan kambag'allarga ziyofat berdi ekan. Undaq bo'lsa biz bu borayli. Albatta boramiz. Qo'shni bo'lmasa bo'lmaydi-da. Yangi uy, ziyofat. Bir kunda qo'sh ziyon tortadi ekan-ku. Bu dunyo zodi nim bo'lib ketdi. Bulay debdik. Qilchi charchash his qilmadim. Bu nimidi? Nimanchi eg'ir tosh bu? Yo'q, tosh emaskan. Turib tur, men yordamlashay. Voh, yo'g'onli oltin taxt ekan-ku. Atanglar boy kishi edi. Boyligini nega qo'yganini endi bildim. Obdanroq qaranglar, xat bor ekan. O'qig'ili bo'ladi ekan. Unlik o'qi. Davzaq borligini bilib turib kulgan. Taqdirga iymon etib turib o'zini qiynagan. O'limning haqligiga ishinib turib g'amsiz yurgan kishilarga hayronman. Ya Alloh, haqiqiy boylik degan shu emasmi? To'xta. Xat yana bor ekan. Allohdan boshqa barhaq iloh yo'q. Muhammad Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik berman. Muhammad Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik berman. Bu boyliklarni nima qilasizlar? Buningga putilgan hikmat bo'yicha yashaymiz. Xudoga shukr. Bolaligimizda bu boylikka erishgan bo'lsak, oltinga aldanib, texmi qimmatli boylikdan quruq qolar ekanmiz. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Subhanallah. Tamni o'ngshash aslida keyingi yaxshilikning muqaddimasi ekanda. Vaqt kelib bolalar aqlini topganda foydalansin deb shunda qildi-kanda. Hay, Bolaning o'ldirilishimi solih ota-onasi uchun. Ota-onaning qadrini biladigan yaxshi farzand berish uchun ekan. Kemini teshib etish kambag'allar uchun, kemining zolim tarafidan tortib olinmaslik uchun ekan. Xizr alayhissalomning Musa alayhissalom hayotida paydo bo'lishimi Allohning buyrug'i, qazo va qadrga taslim bo'lishning zo'rligini ko'rsatib berdi.
demek biz musibet yoki yomonlik deb o'ylab olganning hammasi amaliyotda undaq emaskan. Sizlar bir narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar bir narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Bu hayotimizda hech ishni o'ylamay, planlamay o'z yo'liga qo'yish deganlikmi? Sana kim shundoq dedi o'g'lim? Biz ishlarni o'ylab, planlab qilishimiz, barliq kuchimizni chiqarishimiz, ondan keyin Xudoning bag'iniga rozi bo'lishimiz kerak. Maxluqotlarning eng dono, eng olimi bo'lmish rasulimiz shundoq duo qilar ekan. Ey Alloh, ishlarimizni o'zlari planlab bergaylar. Biz yaxshi planlayolmay qolamiz. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرعاة.